Janobxon, balki buyurtma berishingizga yordamlasharman. Mayli. Mayli deysizmi? Mayli. Bitta kapuchino. Siz ingliz tilini yaxshi bilmas ekansiz. Men oddiy dehqon bo'lsam, qayerdan ham bularni o'rganishimga imkonim bo'lardi. Aytish joiz bo'lsa, siz va qizingiz 20 yildan ortiq ayro yashadingiz. Hansi sizni topganidan chindan ham xursandman. Hansiga shuncha yil davomida shunday yaxshi g'amxo'rlik qilganingiz uchun sizga hali minnatdorchilik bildirganim yo'q. Unga shunday yaxshi hayot va ta'lim berdingiz. Shu sababli mustaqil inson bo'lib yetishdi. Janobxon, Hansini bugungi buyruqlari fan oilasini qo'llab-quvvatlash tufayli ekanini yaxshi tushunasiz. Shuning uchun gapni aylantirmayman. Bu pullarni oling. Marhamat. Fan xonim, siz bu nima degani? Tezroq qaytarib oling. Bilishimcha, Hansi 5 yoshida Xan oilasini tark etgan ekan. Bu pullarni sizga tovon puli deb hisoblang. Hansini Xan oilasida o'tgan 5 yilini sotib oldim deb hisoblayman. Umid qilamanki, bundan keyin uni bezovta qilmaysiz. Fan xonim, bu nima degani? Meni o'z qiziga yopishib olib, pulini ishladigan kimsa deb o'ylayapsizmi? Ota-ona farzandini yaxshi ko'rsa, uning kelajagini o'ylaydi. Hansi hozir Yundin guruhining prezidenti, u jamiyatning yuqori tabaqa vakillari, boylar bilan aloqa qiladi. Agar ular Hansining otasi qishloqqa dehqon ekanini bilsa, uni past sanashlari mumkin. Bu uning kelajagi uchun yaxshi emas. Bundan tashqari men Hansini fan oilasini voris sifatida tarbiyalayapman. Shuning uchun endi unga yuk bo'lmasligingizni istayman. Fan xonim, nimani nazarda tutayotganingizni tushundim. Hansi qaytdi. Shanxaydagi loyihaga diqqat bilan qarab turing. Hozircha bo'ldi. Kel, tezroq o'tir. Dada, bugun qanday kun? Shuncha mazali taomlar tayyorladingiz. Hammasi men uchunmi? Sen uyga kam kelasan. Albatta senga eng mazali ovqatlarni pishirib berishim kerak. Qanday ekan? Bu dimlangan go'shtni 20 yil kutgandim. Loyihaga nima bo'ldi? Ota-ona farzandini yaxshi ko'rsa, uning kelajagini o'ylaydi. Tsitsi, sening hayoting oldinda. Men sening yo'lingga to'siq bo'lmasligim kerak. Dada, kompaniyada bir loyiha bor. Uni hal qilishim kerak. Tushunaman. Tezroq bora qol. Xo'p, ishlarimni bitirib, darrov qaytaman. Siz esa yeb turing. Xo'p. Hansi, men ketyapman. O'zingni ehtiyot qil. Dada? Dada? Tsitsi, ushbu xatni o'qiyotganingda allaqachon go'zal yurtlarni tomosha qilish uchun yo'lga chiqqan bo'laman. Umrimning yarmini faqat ikkita ish bilan o'tkazdim. Birinchisi Hansinga yaxshi hayot berish, ikkinchisi seni qidirish. Hozir fan oilasida fan xonim bilan ona boladek qadrdon ekaningni ko'rib, kompaniyani boshqarib, ishlarni tartibga solib qo'yganingni ko'rib, ko'nglim joyiga tushdi. Mening Hansim katta qiz bo'pti. Endi hayoting izga tushdi. Men bemalol ketishim mumkin.
Mendan xavotir olma. O'zingni ehtiyot qil. Dada, hattoki men bergan bank kartasini ham olmabsiz. Qanaqasiga xavotir olmay bo'ladi? Yordamchisi, dadam yo'qolib qoldi. Tezda uni top. Hammasini tekshirdingmi? Yo'q. Qidirishda davom eting. Uni albatta toping. Uni yonida puli yo'q. Xavotir olyapman. Tezroq bo'ling. Xuddi izlagan narsang o'zi topilib qolgandek bo'ldi-ya. Bir kun oldin. Nega sen bu yerdasan? Kenji, nihoyat seni topdim. Ko'rinishdan umringni qolgan qismini shu yerda o'tkazmoqchimisan deyman. Buning hammasi seni oilang tufayli. Tezroq bu yerda daf bo'l. Hey, bunchalar tez haydama. Qara, bizda nima bor? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Nega sendek firibgarga ishonishim kerak ekan? Sen ham ustasi farangsan, ikkovimiz bir xil odammiz. Nega yangi bir joyga borib, kuchlarni birlashtirmaymiz? O'shanda katta pul ishlashimiz aniq. Men allaqachon kelishib qo'ydim. Siya davlatini tark etish uchun bizga atigi 1 million kerak. Bizni hech kim tanimaydigan joyga borib, hammasini boshdan boshlaymiz. Nima deysan, jonim? 1 million? Agar menda 1 million bo'lganda shunday rasvo joyda yasharmidim? Senda yo'qdir, lekin dadangda bor-ku. Shartnoma muddati hali tugamagan. Agar kelishilgandek uning buyragini sotib bersang, 1 million qolgan pulni olmaysan. Bu safar o'zing oyog'ing bilan kelibsan-da. Kimsan? Hansi? Nega kelding? Juda hayron qoldingizmi? Men Hansi sababli hamma narsadan ayrildim, lekin qaroqchimdan o'lganim yo'q. Hansi shunchaki senga tegishli bo'lmagan narsalarni qaytarib oldi. Sen esa aldov yo'li bilan topgan pullaringni, ishing va hatto nikohing bilan qanaqasiga vijdoning qiynalmay yashayapsan. Nima degani menga tegishli bo'lmagan narsalar? Bularni hammasiga o'z qobiliyatim bilan erishganman. Sizlarni aldaganim bo'lsa, bu shunchaki o'z ahmoqligingiz. Seni qanaqasiga bunday tarbiyaladim ekan? Agar sen xatolaringni anglaganingda... Bo'ldi, yetar. Men aybim yo'q. Nega tavba qilishim kerak ekan? Bolaligimda meni qiynadingiz. Kam yedirib, kam kiydirdingiz. Keyin esa menga yuk bo'lib, boshimni egib yurishga majbur qildingiz. Men o'z kuchim bilan o'sha rasvo joylardan chiqib ketdim. Nima? Meni qarzdor ekaningizni sezyapsizmi? Unda menga oxirgi marta yordam Nima bering. qilmoqchisan? Baribir yashashingiz faqat xato. Yaxshisi, oxirgi qiymatingizni ko'rsating. Nima qilmoqchisan? Sinsi. Sen nima qilmoqchisan? Axir men seni dadayman-ku. Dada, 1 million. Agar yana 1 million olsam, Jason bilan Siya davlatini tark etib, hammasini boshidan boshlay olamiz. Sinsi. Ha, xo'p bo'ladi. Fan xonim, texnik bo'lim xodimlari kamera yozuvlarini aniqlashdi. Hansin janobni tashlandiq shifoxonaga olib Hozirroq u yerga borishimiz kerak. Politsiya chaqirish kerak. Xo'p bo'ladi. Sinsi. Tezroq hayda. To'xta.
Anesteziya hali ta'sir qilmadi. Bunday sharoitda bu chol baribir yashay olmaydi. Anesteziya bo'ladimi yoki yo'qmi, nima farqi bor? Boshla. Sen. To'xta! Sen Dadajon. Dadajon, meni kechiring dada, kech qoldim. Dada. La'nati siyalik ojiz. Men urushga qanday xating sig'di? Hansen, sen ahmoqsan. Dadamni joniga qasd qilmoqchimisan? ovozingni o'chir. Bularni hammasiga sen majbur qilding. Nima uchun sen har safar maqsadimga yetay deganimda ishimni rasvo qilasan? Agar o'sha pulni olganimda, Jeyson bilan Siya davlatidan ketib, bizni hech kim tanimaydigan joyda hammasini boshdan boshlay olardim. Bu yerdan ketgan bo'lardim. Hansen. Bularni hammasiga siz aybdorsiz. Axir kelishuvga qo'l qo'ygandingiz-ku. Uni hozir menga bersangiz nima qilardi? Xayol bo'lma. Rostdan ham pastkashlik bu. Seni o'zi bilan olib ketadi deb o'ylaganmiding? Ular atigi 3 ta chipta sotib olishgan. Seni o'zlari bilan olib keta olmaydi. Meni aldadingmi? Siz siyaliklar shunchalik kalta fahmsiz, ahmoq laqmasiz. Menda nima ayb? Firibgar ekanimni bila turib baribir orqamdan yugurding. Rostdan ham muhabbat o'yinini o'ynaydi deb o'yladingmi? Axir va'da berganding. Agar shunday demaganimda, otangni o'zing bog'lab berarmiding? Siz siyaliklarda umuman aql yo'q. Ikki og'iz yolg'onga itdek oldimga kelding. Xuddi 100 yil oldin tiz cho'kib bizdan boshqarishni iltijo qilganlardek. Ayanchli ahvolga tushib qolding. Ahvolingga bir qara. Yetar! Rostdan ham sizdek qaroqchilarning avlodi boshqalardan yaxshiroq deb o'ylaysanmi? Sizlar shunchaki qotillik va talonchilik evaziga kun ko'radigan chiqindisizlar. Agar seni pullaring bo'lmaganida, menga nima keraging bor edi, a? Bunday xo'rliklarga chidash va sizdek chet ellik maxluqlarga yaqinlashish, la'nati maxluqlar. Kim la'nat ekanini hozir ko'ramiz. Agar sen bo'lmaganingda, hozir kemada go'zal ayol bilan o'tirgan bo'lardim. Sendek to'ng'izlar bilan dono olishib o'tirmas edim. Sen La'nati, men urushga qanday xating sig'di? Seni o'ldiraman. Yo'q! Dada! La'nati! Yana sen xalaqit beryapsan. U senga shunchalar yomonlik qilgandan keyin ham baribir qutqarmoqchimisan? Nahotki o'zingni zarracha hurmat qilmasang? Nima bo'lganda ham, u mening va Syumayning qizi. Uni o'z qo'llarim bilan voyaga yetkazganman. U shunchaki yo'ldan adashdi. Lekin bu o'limga loyiq jinoyat emas. Gap yo'q sadoqatingizga. Shunday ekan mayli, o'zingiz xohlagan ishni qilaman. Jahannamga yo'l oling. Yo'q. Sen. bu men emas. Uni sen o'ldirmoqchi eding. La'nati! Sen. Bir oydan so'ng Sen. opa, xavotir olmang. Sizni aldaganlarning hammasi jazosini oldi. Jeysonning qo'li allaqachon dengizga sochildi. Jeysonning ota-onasi AQShga deportatsiya qilindi. U yerga qaytganlaridan keyin ularga ham o'lim jazosi berildi. Endi xotirjam bo'ling. Yana hammamiz birga tushlik qilyapmiz. Bu juda ham yaxshi. Ha, bu vaqt ichida juda ko'p voqealar bo'lib o'tdi. Janob Xan,
Sizni oldin haydab yuborganim uchun uzr so'rayman. Men shunchaki Hansini mendan tortib olishingizdan qo'rqqandim. Shuncha yil davomida Hansi mening yagona yaqinim bo'lgan. Oyi, Bularni hammasini tushunaman. Ota-onalar farzandlari ulardan uzoqlashishini qanday xotirjam qabul qilishi mumkin? Janob Xan, Hansi menga hammasini aytib berdi. Siz chindan ham juda yaxshi otasiz. Oldin shunchaki qiziqoqlik qilibman. Meni ma'zur tuting. Fan xonim, sizni ayblash xayolimga ham kelgani yo'q. ha mayli. Bunaqa narsalarni nima keragi bor? Axir endi biz bir oilamiz-ku. Keling ovqatlanamiz. Mana Sen bularni meni tatib yegin, ko'ring. Sitsi. Bu ham juda mazali ekan-da. Oling. Oling. Qizim. Rahmat oyi. Film tugadi.